O'zbekistonda Abduqodir Husanovning dastxati 500 ming so'mdan sotilmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklar faqat bizda. Mashhur OLX onlayn platformasida noodatiy e'lon paydo bo'ldi. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanovning dastxati 500 ming so'mdan sotuvga qo'yildi. Futbolchi o'zining qo'lyozma matnini 20-mart kuni Qirg'izistonga qarshi o'yindan so'ng darhol qoldirgan. Avtografning OLXda sotilishi kolleksionerlar va oddiy futbol ixlosmandlari orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Avvalroq Abduqodir Husanovni Madridning Real klubi futbolchisiga dastxat qoldirishdan bosh tortgandi. Gap Husanovning shaxsiy simpatiyasida emas, balki shartnomada futbolchi faqat Manchester City yoki O'zbekiston terma jamoasi futbolkasiga imzo chekishi mumkin. Bizdan uzoqlashmang, o'tkazib yubormang. Shunga o'xshagan eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz.